Meyitning yalğan tishini elivitib dafna qilish kerakmi? Savol. Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz. Yalğan tish saldirgan qarindoshlarimiz o'lib ketgandan keyin yalğan tishini elivitib dafna qilish kerakmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd-sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila sahobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Vafot bo'lgandan keyin muqim qilib salayotgan yalğan tishni elivitish kerak emas. Balki tehi elivatsa bo'lmaydi. Chunki bu bir xil ustixon sundirishdan iborat bo'lib, musulmonga chaqilganlik bo'ladi. Shariatimizda ma'lumki, musulmonning meyit holatidagi hurmati hayot vaqtidagi hurmatiga o'xshashdir. Imom Ibn Qudama aytadi: Ustixonini bir ustixon bilan tangib tutgan bo'lsa, keyin o'lib ketsa, bu ustixon elivitilmaydi. Agar oltindan yoki shuningga o'xshagan qimmatli narsalardan tish soldirgan bo'lsa, mol dunyoni zayi qilmayotmaslik uchun boshqa tishlari billa qo'mirilib ketmaydigan bo'lsa, elivatsa bo'ladi. Bo'lmasa, qo'yib qo'yish kerak. Imom Ahmad tishlari oltin bilan chetilgan meyit haqida tishlarini tushirib oltinni alolisi bo'ladi. Tishlari tushib ketishdan ansirsa tegmay qo'ydi degan. Asalli elib soladigan tish bo'lsa, elivatsa bo'ladi. Chunki bu ahvolda meyitga azor berish yoki shaklini buzib o'tish bo'lmaydi. Agar asalli elib soladigan tish bilan dafna qilib bo'lgan bo'lsa, qabrini echib tishni elib o'tish kerak emas. Vallohu a'lam bis-savob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 124-numurliq fatvo.